Bir oyda YouTube'dan natijaga chiqishning siri nimada? Bilasizmi? Meni bitta shogirdim bir oyda $1000 YouTube'dan pul ishladi. Men o'zimni natijaga chiqishimga 1 yil ketgan. Shogirdim desa 1 oy. Sababi nima? Hozir tushuntirib beraman. Men boshlaganimda hech kim menga yo'l ko'rsatmagan. O'zim izlandim, o'zim xato qildim, o'zim tuzatdim. Bitta yo'nalishda sinab ko'rdim, o'xshamadi. Ikkinchi yo'nalishga o'tdim, o'xshamadi. Uchinchisiga o'tdim, o'xshadi. Mana shunga 1 yil ketdi. Shogirdimga nima qildim? Birinchi kun ishlaydigan yo'nalish berdim. O'zim sinab ko'rganman, eng yaxshisini. Ikkinchi kuni tayyor shablon berdim. Uchinchi kuni esa YouTube'da algoritmi qanaqa ishlashini o'rgatdim. Ya'ni men 1 yilda o'rgangan xatolarimni u qilmadi. U mening tajribamdan foydalanib 1 yil umrini tejab qoldi va o'sha 1 yil ichida $45,000 YouTube'dan pul ishlab topdi. Xulosa qiladigan bo'lsak, nima ish boshlashingizdan qat'iy nazar, o'sha ishda natijaga erishgan ustozni toping. Birinchidan umringizni tejab qoladi va asosiysi natijaga chiqish ehtimolingiz yuqori bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? Hozirgi qilayotgan ishingizda ustoz bilan boshlaganingizda natijangiz hozir qanaqa bo'lgan bo'lardi? Izohlarda yozib qoldiring.